Açıyor, soğuk yormaydı mı? Dar haqiqat mana shunday yangi yilimiz ko'z ochib yumgancha 4 fasl ham almashib 2025-yilning ostonasida turibmiz azizlar. Eski yil umrimizning yana bir bo'lagini o'zi bilan tarix qaplariga olib ketmoqda. Bugun yangi yil shukuhi. Umrimizning ochilajak yangi sahifasi, qalblarda tug'ilajak pok maqsad, o'y xayollar haqida gapirayotgandek go'yo. Bugun 3-guruh Shirindan Shakar bolajonlari bilan yangi yilga bag'ishlangan bayram dasturimizga xush kelibsizlar azizlar.